remont qilmasangizlar ham chiroyli turibdi. O'zlaringiz baho berib kommentariyada yozaverasizlar. Agar remont qilmasangizlar ham realni ko'rib turibdi, zo'r turibdi, muammosi yo'q. Bu uy Qashqadaryo Muborak tumanida qurilgan. Bu hamkasblarimiz Qashqadaryo Chiroqchi tumanidan. Bemalol ekranga nomer qo'ysa aloqaga chiqaverasiz. O'sha sifatli pinobloklarni yetkazib beraveradi. Buni aka yana bitta savoli. Fasadni qanday qilamiz? Loyishvoq ishlamayapti, shkaturka ishlamayapti degan. Loyishvoq, shkaturka umuman ishlatilmaydi bu narsaga. Oddiy travertin ketaveradi. Qolgan nima gipki kaminmi, terma travertinmi, xohlagan remontlaringizni qilaverasizlar. Ichkari rodman shpagrafka aboy, ichkari juda oson, ichkari remontidan umuman muammo yo'q. Xullas shunday, loyishvoq, shkaturka umuman shart emas bunga. Mana remontsiz 24-yil qurilgan, remontsiz zo'r holatda turibdi. Mana uyni ko'ryapsizlar ko'zlaringiz bilan. Latokchaliklar terilgan, eshik derazadan ostida latokcha. Bir remont qilmasangizlar ham chiroyli turibdi. O'zlaringiz baho berib kommentariyada yozaverasizlar. Agar remont qilmasangizlar ham realni ko'rib turibdi, zo'r turibdi, muammosi yo'q. Remontsiz ham